Hajning mohiyati. Haj so'zi lug'atda qasd qilish ma'nosini anglatadi. Qasd qilish bo'lganda ham ulug' narsani qayta takror qasd qilish demakdir. Shar'iy istilohda esa haj muayyan vaqt va muayyan makonda muayyan ibodatlarni niyat bilan ado etishdir. Keling, yana ham tushunarli bo'lishi uchun hajning istilohiy ta'rifini biroz sharhlaylik. Muayyan vaqt deganda haj ibodatini belgilangan vaqtda ado etilishi tushuniladi. Boshqa ibodatlar kabi hajning ham belgilab qo'yilgan o'z vaqti bor va u fiqh kitoblarida batafsil bayon qilingan. Zulhijja oyining 9-kuni Arafotda turish uning bosh rukni hisoblanadi. U joyda bundan boshqa vaqtlarda ham qancha tursa ham haj hisoblanmaydi. Muayyan makon deganda miqotlar, Masjidul Haram, Arafot, Muzdalifa va Mino kabi joylar nazarda tutiladi. Mazkur joylardan boshqa joyda haj ibodatini ado etish mumkin emas. Yuqoridagi makonlarga tegishli hukmlar fiqh kitoblarimizda batafsil bayon qilingan. Muayyan ibodatlar deganda ihrom, Ka'bani tavof etish, Safo va Marva orasida sa'y qilish, Arafotda turish, Muzdalifada tunash, shaytonga tosh otish kabi amallar ko'zda tutilgan. Niyat bilan ado etishdir deganda hajning o'ziga yarasha niyati borligi tushuniladi. Haj yoki umra qilayotgan inson uni amalga oshirishdan oldin Alloh taologa qurbat hosil qilishni va tayin qilingan ibodatini niyat qiladi. Alloh taologa yaqin bo'lishni niyat qilgan zahoti bu odat emas, ibodat ekanini his etadi. Zero niyat odat bilan ibodat o'rtasini ajratib beradi. Tayin qilingan ibodatni niyat qiladi degan ibora hojining haj yoki umrasi qaysi turdan ekanini ajratib beradi. Ya'ni niyat bilan qilayotgan amali farz, nazr, nafl yoki badal ibodatlardan biriga tayin topadi. Haj ibodati oila ahli ehtiyojiga yetadigan mablag'i bor, sog'lom va omonlikdagi xotirjam musulmonga umrida bir marta farz bo'ladi.